Shavkat Rahmon 20-asr o'zbek she'riyatining o'ziga xos vakili, millatparvar shoir. Shavkat Rahmon 1950-yilning 12-sentyabrida O'sh shahrida tug'ilgan. Shoirning otasi Rahmonberdi asli Shahrixon tumanidagi Saroy qishlog'idan bo'lib, taqdirning taqozosi bilan O'sh shahriga kelib, turg'un bo'lib qolgandi. Onasi Oftobxon ham asli Shahrixon tumanidan edi. Shavkat Rahmonning otasi ham, onasi ham savdo ishlari bilan shug'ullanib, erta ko'klamdan to kech kuzga qadar Pomir tog'i etaklaridagi sarmo'g'ul yaylovlaridagi chorvadorlarni kerakli oziq-ovqat va uy ro'zg'or ishlari bilan ta'minlashar edi. Savdo xodimlari bo'lishgan ota-ona uzoq tog' yaylovlaridagi haftalab qolib ketishar. Uydagi barcha yumushlar xayolchan, ammo tirishqoq, mehnatsevar to'ng'ich farzand Shavkatning zimmasida bo'lardi. Bolalikdan tinib-tinchimas, baquvvat va g'ayratli Shavkat mustaqil ishlar bilan intilardi. 13 yoshida ta'til chog'i g'isht zavodiga ishga kiradi. Tajribali ishchilardan g'isht quyishni o'rganib olgach, kelasi yili hovlidagi pastqam eski devorlarni buzib, o'rniga oldida havoli ayvoni bo'lgan 2 xonali uy quradi. Oradan 10 yillar o'tib, ayni shu uyga ayoli Manzura kelin bo'lib tushadi. Shuningdek, Shavkat hovlidagi tomorqaga turli-tuman ko'chatlar ekishni yoqtiradi. Ularni erinmay parvarish ham qilardi. 1966-yilda o'rta maktabni a'lo baholarga bitirgan Shavkat oliy ma'lumot olishni istagani bois Toshkent davlat universitetining filologiya fakultetiga ketma-ket 2 yil hujjat topshiradi. Imtihonlardan o'tadi, lekin kerakli ballni to'play olmaganligi uchun tanlovdan o'tolmaydi. O'zbekiston poytaxtida o'qish orzusiga erisha olmagan Shavkat O'sh viloyati gazetasida harf teruvchi, so'ng xatoni to'g'rilovchi musahhih bo'lib ishlaydi. O'sh gazetasida o'sha paytlarda nomi O'zbekistonni ham ancha tanilib qolgan shoir, dilkash va samimiy inson Tursunboy Adashboyev xizmat qilardi. Shavkat Rahmon Tursunboy aka bilan tanishib, yozgan she'rlarini u kishiga ko'rsatadi. Tortinchoq, qaysar, indamas va talantli yigitchaning she'rlari shu tariqa viloyat gazetasi sahifalarida birin-ketin bosila boshlaydi. Shunday kunlarning birida matbuotda Moskvadagi Maksim Gorkiy nomidagi adabiyot institutiga ijodiy tanlov e'lon qiladi. Toshkent universitetiga kirolmay o'z yog'iga o'zi qovurilib yurgan, she'riyatga doir ko'plab kitoblarni o'qigan Shavkat she'rlarini rus tiliga o'zi tarjima qilib, Moskvadagi tanlovga jo'natib yuboradi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, siz ijodiy tanlovdan o'tdingiz, tezda Moskvaga yetib keling degan mazmunda telegramga oladi. Begona shaharga borib, kirish imtihonlarini ham yaxshi topshirgan Shavkat adabiyot instituti talabasi bo'ladi. U yerda tengdoshlari Halima Xudoyberdiyeva, Murod Muhammad Do'st, Sobit Madaliyev kabi o'zbek adabiyotining bo'lajak mashhur adiblari bilan yonma-yon saboq oladi. Moskvadagi tahsilni tamomlagan Shavkat Rahmon Toshkentga keladi. U bir qator nashriyotlarda muharrirlik qilardi. Deyarli hamisha qizg'in ijod bilan mashg'ul bo'lgan talabchan shoir shu yilda Rangin lahzalar, Yurak qirralari, Ochiq kunlar, Gullayotgan tosh, Uyg'oq tog'lar, Hulvo singari she'riy kitoblarni chop ettiradi. Dunyo she'riyatida yangi va ilg'or tajribalarni o'zbek poeziyasiga kiritish yo'lida izlangan Shavkat Rahmon 1979-yilda atoqli ispan shoiri Federico Garcia Lorca she'rlaridan iborat kitobni rus tilidan o'zbekchaga ag'darib, Saylanma nomi bilan chop ettiradi. Otashnafas ispan shoiri she'riyatiga oshiq bo'lib qolgan Shavkat Rahmon mustaqil ravishda ispan tilini o'rganib, 1986-yilda Ispaniyada ijodiy safarda bo'ladi. Shavkat Rahmon Lorca she'rlarini bevosita ispanchadan o'zbekchaga o'giradi. 1989-yilda Lorcaning Eng qayg'uli shodlik she'riy
Kitobi shu tariqa o'zbek tiliga nashr etiladi. 1996-yilda shoirga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniy xodimi unvoni beriladi. Tong ochar ko'zlaring erinib, sevinchdan yig'laydi qiyoqlar, chechaklar jilmayar sevinib, shamolda cho'milar giyohlar. O'ynoqi shu'lalar bolalar, jimgina tarqalar sayhonga, o'rgimchak to'qiydi tolalar, ho'ng'izib boradi mehmonga. Qurbaqqa varaqlar biyozin, gullardan bol so'raydi arilar, chigirtka qayraydi ovozin, parvozdan ninachi parilar. Chumoli mehnatkash chumoli, kuyinma atrofga bir qara, baysalar qanday himoli, dunyoni qilma ko'p masxara. Shavkat Rahmon turkiylar she'ri. Qilichin tashladi beklar nihoyat, bosildi turponlar tig'lar suroni, urhoga o'rgangan tillarda oyat. Turkiylar tanidi komil xudoni, qilichlar zangladi falokat hushyor. Turkiylar quvvatin berdi yerlarga, hiylagar do'stlarday yaqinlashdi yov, komillik qidirgan jasur erlarga. Ilvasin yigitlar, bobur yigitlar, sajdaga bosh qo'ydi yovga ters qarab. G'ullarni kemirib yig'ladi itlar, buyuk boshni kesdi qilich yaraqlab. Turkda bosh qolmadi dovlar, xotin halach qoldi motam ko'tar. Bizga tek qarama buyurdi yovlar, yovlarga ters qarab yashadi ba. Talandi samoviy tulpoy uyuri, talandi zarlaru zebu zabarlar. Ters qarab oling deb yovlar buyurdi, yovlarga ters qarab jon berdi ba. Lahatga kirdilar o'zlarin qarg'ab. Qolmadi abadiy turkiy xatlari, tug'ingiz dedi yov teskari qarab, yovlarga ters qarab tug'ildi bari. Tug'ildi qullar, qirqida qirilgan imdomga muhtoj. Yovlarga ters qarab itlarday hurar, bir-biriga dushman, bir-biridan koj. Jo'mardlar qirilgan Turon zaminda, do'zaxiy tajriba pallasin ko'rdim. Eshik surati bor qay bir qavmda, qay birida to'ng'iz kallasin ko'rdim bu holda. Buvaklar bo'g'ilib o'lar, qo'l bilol ezilib yig'lar falakdan, o'zlarin yondirar borliqdan to'ygan badaxshon laliday asl malaklar. Mo'minlar besh bora Alloh eslar, sajdaga bosh qo'yib jallod toshga. O'g'rilib sal ortga qarayin desa, boshiga urarlar faqat boshiga. Bormi er yigitlar, bormi ey qizlar, bormi gul bag'ring jomard nolalar, bormi bul turfada o'zligin izlab, osmonu falakka yetgan bolalar. Bor bo'lsa alarga yetkirib qo'ying, bir boshga bir o'lim demagin ermas. Shahidlar o'lmaydi bir qarab to'ying, yovga ters qaragan musulmon emas, 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 yovga ters qaragan musulmon emas. Jangda o'lgan emas biror bahodir, bari halok bo'lgan xiyonatlardan, toshday uxlaganda toshlarin ochib, yo zahar qo'shilgan ziyofatlardan. Biror asotirda bahodirlarni hattoki 100 boshli ajdar yemagan, 1001 sinoatli yalmog'izlar ham tog'larni o'ynagan devlar yengmagan. Bari halok bo'lgan xiyonatlardan, bariga orqadan sanchilgan xanjar, shunday bo'lib kelgan azalu azal, mana shu jafokash ko'hna vatanda. Har gal bahodirlar yiqilar ekan, kurakka sanchilgan nomard tig'idan, qayta tirilganday bo'lardi nogoh har bir bolakayning qora chig'ida. Ishongil hech qachon seni aldamas, sofdil elatlarning asotirlari, birorta bahodir o'lganmas jangda, qo'rqoqlar o'ldirgan bahodirlarni. Baxt so'zi. Baxtiyorman degan birgina so'zni aytish uchun kerak qancha kuch chidam. Garchi baxt so'zlarning eng yoqimligi, garchi tursa hamki tilning uchida. Og'ir botmasmikin bu so'z kimgadir? Tegib ketmasmikin vohlariga? Qandoq bardosh berib yashayman keyin baxtsiz kimsalarning nigohlariga. Avvalo bu so'zni o'zgalar aytsin. Aytsinlar ko'zlari quvonchga to'lib, elning baxti uchun umrini tikkan,
shoirlar aytmasin birinchi bo'lib. Bu so'zni bir umr aytmay yashadim. Har shodlik kelganda yurdim sekinroq. G'am so'zin elimdan avvalroq aytdim. Baxt so'zin aytmadim eldan keyinroq. Muhabbat chiroyli kapalak, qo'rqaman sho'rlikdan tutgani. Kapalak quvganim yodimda yo'q ammo yetganim. Yuragim ranjigan boladay, na ermak taskinga ko'nadi. Muhabbat chiroyli kapalak, hali ham gullarga qo'nadi. Ortidan halloslab chopganim, hijolat bo'lib go'rlikdan. Qanchalik yugurmay baribir, orqada qolarman xo'rlikdan. Shavkat Rahmon 2013-yil o'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri edi. U 2013-yil 17-avgustda 63 yoshida vafot etgan. Shoir o'zining falsafiy va chuqur mazmunli she'rlari bilan o'zbek adabiyotida alohida o'rin tutadi. Uning ijodi inson ruhiyati, hayot va o'lim, umid va iztirob singari mavzularni chuqur yoritgani bilan ahamiyatli.